Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, qadrli topganmiz kanali kuzatuvchilari. Xudo xohlasa sizlarga bugun Jiloy kompleks O'zbegim domlaridan ajoyib xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Bu xonadonimizda shunaqa vid, shunaqa atmosferada yashashga hammamizga nasib ro'z aylasin. Xonadonimizning zal qismi bilan oshxona qismi studio formatda qilingan, ko'rishingiz mumkin. Boshqacha did bilan qilingan. Mana bu stollarga ham e'tiborliroq bo'linglar. Hamnaqasiga aylanadi 360 gradusga. Xo'p, bu stolimizda maza qilib o'tirsanglar bo'laveradi. Mana bu tomonimizda desa, kuxnyamizga alohida baho berib qo'yasizlar. Qimmat mebel texnikalar qilingan, Hoffman kompaniyasi. Xo'p, bu tomonlarimizda xolodilniklarni ko'rishingiz mumkin. Xolodilniklari ham Hoffman. Bu tomonimizda televizorimizni kattaligiga alohida baho berib qo'yasizlar. Konditsionerimizni, zal qismimizni. Xo'p, kelaveringlar. Sizlarga bitta kichkina bolalar xonasini ko'rsataman. Kelaverasizlar. Ajoyib did bilan qilingan, alohida shkaflari, dars qilish uchun stullari, bu yoqda yotadigan joyini ham ko'rdinglar. Men sizlarga endi xonadonimizning hol, ya'ni zal zonasi, hol zonani ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizni alohida tushuntirib beraman. Sizlarga bu tomonimizda ikkita eng zo'r joyi. Spalnimizni ko'rishingiz mumkin. Bu spalnimizga alohida baho berib qo'yasizlar, boshqacha did bilan qilingan. Mana bu tomonimizda oynani ko'rishingiz mumkin. Oynamizdan vidni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Xonadonimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan O'zbegim domlaridan kelaverasiz sizlarga. Videoni oxirigacha ko'rib layklarni bosib tursanglar, to'liq ma'lumoti necha kvadrat va oxirida narxi necha pulligini tushuntirib beraman. Bu spalnimiz boshqacha did, boshqacha dunyo. Kengligini qaranglar. Вообще idealni qilingan. Kelaverasizlar. Eng sifatli mebel texnikalar qilingan. Bu tomonimizda garderobimiz o'zgacha did bilan qilingan, ko'rishingiz mumkin. Вообще idealni. Bitta niyat qilib layklarni bosib qo'yaveringlar. Uyimizda xudo xolasa hech qanaqa kamchiligi yo'q. Devorlari ham atachenta qilingan. Kelaverasizlar. Bu tomonimizni ko'rib turibsizlar. Boshqacha vid, boshqacha did bilan. Xo'p, kelaveringlar. Yana bu tomonimizda sizlarga xo'p, uyimizning kirish qismi полностью topli pol qilingan. Ikkita sanuzelimiz bor. Birinchi katta sanuzelimizdan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizdagi sanuzelimizga ham marhamat. Bu tomonimizdagi sanuzelimiz. Xo'p, uyimizga kirish qismi bu. Uyimizga kirish qismidagi aka bitta anaqalari bilan olib shunday deydi. Liftlari bilan olib. Uyim xonadonimizni ko'rdinglar, endi sizlarga xonadonimizni to'liq ma'lumotini tushuntirib beraman. Bu xonadonimizni to'liq ma'lumotiga keladigan bo'lsak, Yakkasaroy tumani Piramid Towerning ro'parasidagi O'zbegim Jiloy komplekslardamiz. 14 qavatli novostroyka uyimizning 10-qavatida joylashgan ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 114 kvadratni tashkil etadi. Xonadonimizga ishlatilgan barcha mebel texnikalarni eng sifatlisi qilingan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $229,000 baholanmoqda. Albatta o'tadigan kelishiladigan joylari bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda chiqqan raqamlarga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Topganmiz kanaldan uzoqlashmang. Mehnatimizni qadrlagan holatda layklarni bosib qo'ying.